Tushda shish ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda shish ko'rish mol bo'ladi. Tushida badanida shishning paydo bo'lganini ko'rsa, shish katta kichikligiga qarab unga mol hosil bo'ladi. Xususan, shishdan ko'proq yiring kelayotgan bo'lsa. Kirmoniy aytadi, tushida o'z badanida shish borligini ko'rsa va shish unga ranj yetkazayotgan bo'lsa, shish miqdoriga muvofiq halol mol topadi. Shish ranj yetkazmayotgan bo'lsa, harom molga ishoradir. Ja'far Sodiqning aytishicha, badanda shish ko'rishning 5 ta ta'biri bor. Molining ziyoda bo'lishi, manfaatli xotin olish, o'g'il tug'ilishi, hojatining ravo bo'lishi, g'amlardan qutulishi. Badanining boshdan oyoq shish ekanini ko'rsa, yuqorida aytilgan 5 narsadan biri hosil bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.